Assalomu alaykum. Hisoru nomer 1 kanali obunachilari. Bugun kuniga, hafta kuniga payshanba 17-aprel. Bizda juda chiroyli zot katta qo'chqorimiz bor. Buni qo'ldan kelgancha obzor qilib o'tamiz. Qo'chqor gengat narsa jonivor, juda katta. Tushlarini ko'rib turibsizlar. Mana. Oyoq kengligi ham keng. Yuzlari oppoq, garbonozlar kelishgan. Quloqlar uzun. Qulog'i kallasi kattaligi unchalik yaxshi bilinmayapti, o'lchab ko'rsatamiz. Bo'ylarini, dumbalari ham juda kelishgan jonivor. Dumbalari razredi cho'tki, mana vohaga so'ragan aka-ukalarimizga bel jonivorni qarang. Issiqda xudo xolisa simjun bo'lib chiqadi. Mana ko'rib o'rasiz, toza qirrajun deydimi vohida. Simjun qo'chqorimiz. Yosh oyliklarini hozir ko'rsatamiz, tishlarini, yuzlari kelishgan. Mana. Uzoqdan olyapman hozir. Yana oldi-ketdi gap bo'lmasin deb metrda o'lchab, bo'yini o'lchab, uzunligini ko'rsatamiz. Oyoqlari stakan tuyoq, tuyoqlarini qaranglar. Toqqa ham zo'r yaraydi, buni o'zlaring moslab olasizlar o'zlaringga. Zo'r qo'zilar tushsin deb niyat qilamiz inshaalloh. Mana buni bo'ylarini mana yer tuyog'i mana bo'ylari. O'zlaring ko'rib o'rasizlar akalar. 94. Endi uzunligi. Mana bu yelkasida akalar mana 1.5 keladi. 1 metr oshiq. Mana 4 kishi endi chiqaryapti. Yaxshilab ko'rib olasizlar akalar. Tushlarini qaranglar, jonivorni kengligini. Hozir yurgizib ko'rsatamiz buni. Quloqlari mana 19,5. Hozir kichkina metrimiz yo'q. 19,5 chiqdi, o'lchab ko'rdik. Xudo xolisa juda kelishgan qo'chqorimiz jonivor. Mana akalar qo'chqor. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar, telefon nomerni qoldirib qo'yamiz. Mana akalar jonivor.